Dada. Bulam. Hey, qurban hayitga bek az qaldı. Bir qancha kun qoldi bulam? Voy, pechatqo. Jiq pul yig'ib, jiq kamput yig'atma. Ha, bulam heti inşallah jiq pul yig'asiz, akalarınız keyitlik beradi. Qo'lon qo'shlardan kamput, shokolad yig'asiz inşallah. Do'stlaringiz uyga heti qilib boramiz, tuqqanlarning uyga heti qilib boramiz bulam. Dada, bizga kim yo'q qilganchi? Heyten bulam bizga Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam musulmonlarning xushal bo'lishi uchun, shunda birisi-birisini yo'qlash uchun, urug' tuqqanlarini yo'qlash uchun yilda 2 qatim hetimizga yo'l qo'ygan. Birisi ro'za hayit, yana birisi Qurban hayit. Ya'ni bizga Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam yo'l qo'yib bergan. Shuning uchun Qurban hayit va ro'za hayit bizningki diniy islomiy bayramimiz hisoblanadi. Dada, qurban hayitda nimishqa qo'yib bo'g'izlaymiz. Bu bundan masala bulam. Qurban hayitda bizningki qo'yni o'ldirishimizning sababi Alloh yo'lida eng qimmatli narsamizni birlaydiganligimizni bir ifodalash usulimiz bu. Asli buningki kelish tarixi mundaq. Masga qisqacha deb beray. Burunning burnusida İbrahim ismli bir bola bor ekan. Bu bola nihoyat aqlli ekan. Shundaqla u bola o'yinish orqali meni kim yaratgandi? Men nereden kelgandime? Menga bu güzel dünyanı kim bergandi deb oxiri meni Alloh yaratibdi ekan deb Allohning boy ekanligini o'zining aqli orqali shundaq tepibdi bu bola. Topgandan keyin Alloh bu bolani yaxshi ko'ribdi. Bu bolami Allohni yaxshi ko'ribdi. Bu bola kishilarni yaxshilikqa buyuribdi, yomonlikdan to'sibdi. Shundaq damlashgandan keyin bu bola cho'ng bo'pti. Ondan keyin bu bola to'y qilibdi. To'y qilib uzun mezgil o'tgandan keyin mening bir bolam bo'lsa, farzandim bo'lsa deb qattiq orzu qilgandan keyin Alloh taolo bu yaxshi ko'rgan bandasi İbrahimga bir o'g'il farzand beribdi. Bu o'g'il farzandning ismini İbrahim İsmoil deb qo'yibdi. İsmoilga bek amroq ekan İbrahim. Nihoyatda bek yaxshi ko'rdi ekan. İsmoilmi İbrahim dadasini bek yaxshi ko'rdi ekan. Ana shundaq birisi-birisini yaxshi ko'rayotgan paytda Alloh taolo İbrahimni imtihon qilish uchun, sinab beqish uchun mush amroq o'g'lingni menga hadiya qilgin debdi. İbrahim İsmail o'g'lini nihoyat yaxshi ko'rdi, lekin Allohni texmi bak yaxshi ko'rdi. Allohni haqiqatan yaxshi ko'rgachga Alloh yo'lida hamma narsani ataydi İbrahim. Ham o'zining o'g'lini shunchalik yaxshi ko'rsimi, Alloh menga o'g'lini bergin, menga hadiya qilgin deganlik uchun İbrahim men Alloh yo'lida hamma narsamni berma, o'g'limni Allohga berma debdi. Lekin İbrahim o'g'limga men bir buni aytay, o'g'limning fikri qanday buni bir anglab baqay deb o'g'liga balam Alloh seni hadiya qilishimni aytdi. Men seni Allohga hadiya qilmoqchi. Qanday qaraysa debdi. İsmail uni Allohni bek yaxshi ko'rdi ekan. Ey dada, meni hadiya qil degan bo'lsa, meni hadiya qil. Men buningga tayyor debdi. Qarang bilan. Bu yerda Allohningki deganni nima degan bo'lishini qil deganligidan İsmailning ne qadar Allohni yaxshi ko'rganligi, Allohga ne qadar taslim bo'lganligini ko'raymiz. Aslan biz shunday bilishimiz kerak. Ya'ni Alloh nima degan bo'lishini qil deydigan bu xil taslimiyat bak bir cho'ng ish. Ya'ni İsmail dadasining gapini anlagandan keyin dada Allah nima degan bo'lsa shuni qiling. Men buningga rozi. Alloh yo'lida eng qimmatli narsamizni biz bilishimiz kerak degan mazmunda o'zining ma'qulligini bildiribdi. İbrahim Allohning degani bo'yicha o'g'li İsmailni Allohga hadiya qilish uchun elib chiqibdi va Allohga atab, Allohga hadiya qilay ma bolamni deb tug'an vaqtida Alloh taolo İbrahimga, İbrahim sen imtihondan o'tding. Biz seni imtihon qilgan edik. Biz seni sinagan edik. Sen bizni rasmiy yaxshi ko'ramsan İbrahim. Yaxshi ko'rmamsa buni bir imtihon qilib boqqan edik. Sen bizni yaxshi ko'rdi ekansan. Eng umaq, eng suyumlik, o'zingga eng yaxshi ko'radigan shu balangni menga beralding. Ya'ni berishga jur'at qila olding. Sen imtihondan o'tding. Debdi. Va shundaqla u İsmailning o'rniga bir qo'chqadan birini bo'g'izlash, o'ltirish orqali Allohga qurbonlik qilgan. Shu qo'chqani qurbonlik qilganing mening yo'limda o'g'lingni qurbonlik qilganingga bir barobar debdi. Shundaqla jannatdan İbrahimga bir qo'chqa tushirib turibdi. İbrahim qo'chqani bo'g'izlab Alloh yo'liga atapti. Shuningdan e'tiboran o'sha qurbon hayit kunisi musulmonlar qo'chqa qurbonlik qilish orqali Allohga shuni demoqchi. Ey Alloh, biz eng yaxshi ko'rgan narsalarimizni sana berishga tayyor ey Alloh deb mushuni ifodalamoqchi. İbrahim alayhissalom ana shunday yaxshi ko'rgan o'g'ilni men Allohga berman degandan keyin Alloh taolo qanday mukofotni bilamiz İbrahimni? Ka'bani bilasiz-ku bolam hozir hammadan hajga umrga boradigan. Ash Ka'bani sirishdan iborat mushu fursatni İbrahimga berdi Alloh taolo. Ey İbrahim, sen o'g'ling bilan birga, chunki o'g'lim menga tayyor dada. Alloh meni biring degan bo'lsa biring, men tayyor degandan keyin Alloh taolo ham İbrahimni ham o'g'li İsmoilni mukofotlash uchun mushu ulug' mening uyim Beytulloh Ka'bani ikkinglar bino qilinglar deb Alloh taolo İbrahimga mushu fursatni bergan. İbrahim alayhissalom o'g'ildan ikkisi hozirgi Ka'ba Beytullohni bino qilgan. Buni nima tushunamiz bilan bildingizmi?
biz Allah'a en yaxşı görən nərsimizni birəlgə vaxtımızda, bir işə təyyab olğan vaxtımızda Allah Taala bizni ana şunda öz yaxşı görüdüğən çoğ-çoğ fürsətlərə, xizmətlərə bizni müyəssər qıldı. İbrahim əleyhissalam mən en yaxşı görüdüğən oğlumni Allah yolunda birmən dedi. Allah Taala onunğa mana hazır qədər kişilərin qəlbi təlpin bolğan, hər qətem həcc qılğanda, ömrə qılğanda tavaf qıldığan büyük Allah'ın Kəbə-Beytullahını bina qilishdan ibarət bir fürsətni İbrahimə verdi. Demək, xülas qalsam bilan bizim qurban hayit qoy boğuzlaşımızın səbəbi xuddi İbrahim əleyhissalam'a oxşaş biz yaxşı görən ən qiymətli nərsimizni Allah yolunda birələyimiz deganni ifadalash. Şuna biz qoy boğuzlaşla birgə bunun mənasını bilishimiz kerak. Yəni qoy boğuzluq nuşqa, muş qoy boğuzlash orqali biz ən qiymətli nərsimizni voz keçələyimiz deganni bildirish kerak. Şuna məsələn sizin telefonu oynağınız gəlib gəlsə, kompüter görgünüz gəlib gəlsə məsələn, namaz oxuyub qalsa yoki əzan çıxsa, Allah məni çağırdı. Mən Allah'ın yolunda namaz oxuş üçün uyan oynamay, kompüter kömey, namaz oxuyma deb muşundaq keçələydigan halatda bolsanız, siz ana shunday İbrahimga o'xshash bo'lgan bo'lasiz bilan. Tushundingizmi? Tushundim. Uni boshqa o'zingiz qanday mazmunlarni tushundingizmi qissadan? İbrahimning qissasidan. Allah yolida nim bo'lsa en yaxshi ko'rganimiz narsa bo'lsa bile Allah'a birishimizni tushundim. Allohga bersak, undan keyin Alloh taolo bizga qanday qildi ekan? Texim yaxshi narsalarni bizga verir ekan. Demak, qurban hayiti qo'y kesishimizning sababi nima ekan? En yaxshi ko'rgan narsamizni Allohga berishimiz. Ya'ni en yaxshi ko'rgan narsamizni Allohga beralayman deganni bir ifodalash shaklimiz. Tushundingizmi bilan? Dada qurban hayitda xo'roz bo'g'izlasak bo'lmaydi. Yo'q bilan. Qurban hayitda xo'roz bo'g'izlasak bo'lmaydi. Qurban hayitda chormallardan tugi bo'g'izlasak bo'ladi. Buni yolg'iz bir odam men bo'g'izlab bilmayman, tugi qimmatgan deb qolsa, 7 odam birlashib, 7 oila birlashib bo'g'izlasa bo'ladi. Go'shtni tam o'lasa bo'ladi. Undan keyin kala bo'g'izlasa bo'ladi. Qo'y bo'g'izlasa bo'ladi, o'chki bo'g'izlasa bo'ladi. Mush 4 xil narsaning birisi bo'g'izlasa bo'ladi. Ammo yosh o'lchimi bor. O'chki chuqur 1 yilni, ya'ni 1 yoshga kirgan bo'lishi kerak. Qo'y 6 oylikdan cho'ng bo'lishi kerak. Kala 2 yoshdan cho'ng bo'lishi kerak. Tuga 5 yoshdan cho'ng bo'lishi kerak. Bu qanaqa o'lchamlarga tushmagan bo'lsa, yana qurbonlik qilsa bo'lmaydi bilan. Dada qurban hayitda o'ltirgan qo'ylarimizni o'zimizla yesak bo'lamda? Yo'q bolam. Biz qurban hayitda oldin o'ltirgan qo'yimizdan keyin 3 ning birini bolam. Qo'y o'ltiranmagan qulun qo'shlarimiz yoki tunishlarimiz bo'lsa, shularga beramiz. Qolgan 3 ning birini uyda o'zimiz yeymiz. Qolgan 3 ning birida tuqqanlarni, yaqin yoranlarni, do'stlarni uzdimiz bolam. Vay, ne güzel. Şunda bilan hit ana shunda güzel. Çünkü bu güzel bo'lgan bizning dinimizniki bizga bergan bir ne'mat bilan. Biz mushu hitda qurbonlik qilish orqali Alloh o'zimizniki mutlaq hamma yaxshi ko'rgan narsamizni beralaydiganligini isbotlashdan birga o'ltirgan qo'yimizning go'shtini o'zimiz yeymiz, tuqqanlarga beramiz, yaqinlarimizni uzdimiz. Mush orqali jamiyat inoqlik shakllanadi bilan. Sili rahmi, ya'ni urug' tuqqanchilik o'rnida bilan. Hitning undan boshqa nurg'unlagan yaxshi taraflari bor. Masalan, siz hit pul yig'alaysiz, shakllab kitob yig'alaysiz. Shunday bo'ladimi?